Cobalt avtomobili. Hozir zavod bo'lgan holatda turibdi avtomobil. Ko'rishingiz mumkin, ishlab turibdi. Mana gazda ishlab turibdi. Lekin tablo yonmayapti. Sababi usta akalarimiz programma qilishayotganda noto'g'ri programma ketib qolgan. Shu sababli tablo uxlab qolgan. Hozir shuni biz vassanayt qilib to'g'rilab beramiz. Nastolni ham ulab olganmiz. Nastol pitani berib qo'yganmiz. Sterilga qimillayib yotibdi. Aloqada emas. Ko'rishingiz mumkin, tabloni vassalayman qilib bo'ldik. Hozir buni yig'ib avtomobilga o'rnatamiz. Tabloni avtomobilga o'rnatib bo'ldik. Ko'rishingiz mumkin. Sugratsiyalarni ham yozib, birato'la vassalayman qilib berdik. Kimga shu va shunga o'xshash xizmatlarimiz kerak bo'lsa, usta akalarimiz bilan hamkorlikda ishlaveramiz. Bemalol murojaat qilaveringlar.